Bunu siz bilardingizmi? Redstone üstüne o'tkazib, üstida manaqa o'tkichlarni qo'yib, ichiga tentlar solib, suv qo'yib, o'rtasiga bitta cho'p qo'yib yoqsa uchishini. Buni siz bilardingizmi? Agar bilmasangiz like bosib qo'ying. Shu ishni endi survivalda ham qilib ko'ramiz. Biz o'lib qoldik. Videomiz yoqqanmasa like bosing, kommentariy yozing. Agar siz buni bilgan bo'lsangiz obuna bo'ling, agar bilmagan bo'lsangiz like bosing. Bizda 96% odamlar obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Siz shuni obuna bo'lib kuzating. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling.